Aldığımızki qurbayetdə atlas köynək kiyetdim, lekin atlasga moslashtirib, qandaq kirim qilishni uqamayotman, beshim baqqa ketib bordi degan qizlar cho'qim mau kirimni qilib sinab beqinglar. Burun qizlar o'xshashlar bizning maytonlarimizni taqib olamiz. Anadagi shu mayton taqash uqmaydim degan qizlar degan narsaga yana bir tal usulni olib keldim, shu usulni o'rganinglar. Mush maytonni og'zini echib, yana o'xshashlar mushning ichidagi mau ikki tal narsa bor. Anadagi mau qisqichida ichidagi maytonni elib qizlar mush qisqichini ustiga qo'ygandan keyin anadagi mau o'xshash ko'z yugan qizlar ichki qo'llanlarda ko'zlarni yuva echib Küzanlarda qo'rqib ketmanglar qizlar. Baq qo'rqib ketsanglar küzanlarmada mana jumilib ketib, küzanlarga mayton taqab qo'yguncha bu mayton chikitadi ahvollar yuz berdi. Men ko'zimizga o'xshash qizlar qaranglar, shunchalik asolat taqib etaysizlar. O'xshashlar asta qarib küzanlarni yo'g'a echiblar. Taqab ustiga azroq qilsanglar o'zinglarning maytonsini o'rniga tap-batal holatga tushadi. Qaranglar, shunchalik payz chiqdi bu mayton. Lekin bu shu küzanlar findiye shanli qilishdan burun ishlatadigan kerakli material olib qolsak, bu shu qo'limizdagi boshqa pulni qizlar, unida sirtqi qo'llanlardagi bir tal tetishon. Eng avval bu shu qo'llanlardagi suvda yuzanglarga cho'qim bir ikki qatim berib olsizlar. Ma'o'shash yuz terisi qurg'oq anadagi girim qilsa asan kafun bo'lgan qizlar, masalan, shu kafun bekroq bo'lgan ayollarga ko'p miqdorda berib olsanglar bo'ldi. Suvni berib bo'lgandan keyin anadagi qo'llanlardagi shu tetishon va yoki ishlatadigan juye ranglar bo'lib qolsa berib olsanglar bo'ldi. Lekin juye beringlar shu to'lqinlashayotgan men shonbamanlar uchun qizlar bu musa findiranglar chiqib bo'lgandan keyin qo'llanlar bunda qilsanglar erib shu meylarni sirib chiqib ahvollar yuz berdi. Mushning o'xshash jadisi yaxshi bo'lgan, mush qo'llanadigan tetishon va yoki juyelarni mush yuzanglar kafun bo'lgan yerlarga mushta uyg'ongan holatda ich tarafdan tech tarafga yetkazsanglar bo'ldi. Mush tetishonni berib qizlar mush tetishonchi yuzanglar tashi bir sinib bo'g'icha oldirib findiya shanli qilmanglar. Nurg'un qizlar mush tetishonni berib yuzanglar sinib bo'g'icha findiya berib olgansizlar. Unda qilsanglar finmat yuzanglarga tetishon yuzanglar tashi holatda sinib bo'g'icha findiyalarni berib olsanglar yuzanglar ishtik to'jong bo'lib ketadi. Yuzanglarni mana bir tusan yumshoq holatga keldi. Yuzanglar bir xil yumran holatga keldi. Mushunda vaqtda findiya shanli qilsanglar hammadan yaxshi vaqt. Findiyamiz bo'lib qolsa qizlar shu OJ'ning 125 nomerli findiyasi, anki shu findiyani qo'llanlarga va yoki shunga o'xshash findiya qo'shilgan narsalarni ustiga qo'yib olsanglar bo'ldi. Mushunda ish tarafdan tech tarafga tashi holatda berib olsanglar bo'ldi. Anadagi burunlarni yana chiqaramiz mushtaq. Uqilgan holatda burnimizning ichlariga tashi holatda sindirib berib olamiz. O'zinglarning qo'lidagi nam bo'lib bo'lamdi va yoki qurt bo'lib bo'lamdi. Shu butonlarda meyimizni tashi holatda sindirib olamiz. Qaranglar. Shu tarafdan tushib payziya. Biz berib qilib qo'ygan qizlar mushunga o'xshash 7 sayfoni ichidagi mavranda ikki anglimizga burnimizning uchiga enkimizga anadagi peshonamiz degandek yerlarga berib olamiz. Qo'llanadagi mushunga o'xshash cho'tkalar va yoki bulut bo'lib qolsa, bulutni urib sindirib olsanglar bo'ldi. Mush ikki a'lolarning cho'risiga tekshi holatda sindirib olamiz. Yedi sayxon berib bo'lgandan keyin anadagi qo'llanadigan mushu tilyan yeda qizlar. Az miqdorda yuzimizni tilyan qilgan tilyan qilamiz. Cho'qim 7 sayxon berib bo'lib anadagi tilyan qilamiz. Shunaqa vaqtda anadagi girmalar pakiz holat chiqadi. Agar qo'llanadiki mana o'xshash kichik bulutlar bo'lib qolsa, bulutda yuran qilib olsak bo'ladi. Bundaq vaqtlarda tilyan bo'lgan tilyan peti, ankima sayxon qayiranglar sayxon peti, ratlik pakiz holat keldi qizlar qaranglar. Ularni berib bo'lgandan keyin alga qo'llanadigan shu tinjon ponguda yuzanglarga ichki ketib beraymiz. Anki shu yelpigish bo'lamdi va yoki kichik holatga shamoldirg'ish bo'lamdi. Shu yuzanglarga bergan tinjon pongu bir ketim quritayotgandan anadagi filming va yoki sanfillarimizda tinjon qilib olmoqchimiz qizlar. Lekin qo'llanadigan filming va yoki sanfillarlarda yuzanglarga tinjon qilasanglar bo'ldi qizlar. Akima filming va vaqtlarda qaranglar. Mana ichida elib, mana qala kelgan keyin qo'llanlar bir ketim yuran qilib yetib anadagi mana yuzanglarga beranglar. Vaga vaqtda ost tarafga pasanglar kafun bo'lgan, to'jon bo'lgan ahvollar yuz bermaydi. Tijonimizni bitib bo'lgan qizlar mana bu o'xshash qashliq sizishni men sizlarga hozir o'yitib qo'yaman. Mush qashliq sizish uqmaydigan qishlarning shakli bor ekan qashliq sizishni mushunga o'xshash payzi chiqarish uqmaydigan qizlar endi diqqat qilsanglar bo'ldi. Eng avval qizlar mushu qash cho'tkisida mana qashning ustidagi findiyani, anadagi mush findiyning juqlarini bir ketim tozalaymiz qizlar.
Qarang, tozalagandan keyin bu yerdagiday holat kelmaydi. Andan keyin mana o'sha Dingxinggaoda qizlar. Dingxinggaoda mau Chipariyaning Dingxinggaoda üst tarafga qaritib qilib olamiz, tarib olamiz. Biz ketim shol qilib olamiz qizlar. Biz o'zimizning qishining shaklini chiqarib olamiz. Qishanlarni shaklini ketim chiqarib olgandan keyin andan keyin mau Dingxinggaoni azroq quritib olsizlarmi qizlar? Quritmaydan qash qalamni sizga salama ustidagi Dingxinggaoni juqli qash qalamda sökülib qash qalamni tuzib qishanlarni bir xil sizg'il qo'ymaydigan ahvollar kelib qoldi bu yerda. Lekin qash qalamni ilib qulonlarga qaranglar qizlar. Başka zamanlar nereden bulsa şu yani asta sızlamamız. Ama birden 4-5 sızlagan lekin anki o'ttirlarni to'lqilamiz. Qaramlarni oldi tarafga. Anki ma quyruq tarafni ust tarafdan past tarafga tushirib olamiz. Qaramlar. Anki ma oldi ust tarafni tushirib olgan yerga olib olamiz. Mana. Anadagi ma quyruğunu chiqaramiz. Quyruğunu chiqargan vaqtlarda o'ttirdan bir siziq sizib, anadagi ma ikki tarafni ostidan chiqishdan siziq sizib, ustidan mushunga keltirgan holatda qilasizlar bo'ldi qizlar. Anadagi qulanlarga jamigoda bir ketib berasizlar. Mening bagim bo'lib qolsa qizlar shu Shenzhen Ramigo anadagi ma o'yin xolsa uchun boshqa do'konimda bor. Ana shunda peskash qizga deysizlar, mas'ulni chiqargan bo'lsanglar. Showroom qilamiz qizlar. Showroom qilish huquqmaydigan qizlar qulanlarda mushu xil ranglik showroom bo'lib qolsa, mushu xil rangli yeyin yoki showroom bo'lib qolsa bo'ldi. Anadagi mashina o'xshash cho'tka qizlar. Ma'qulam cho'tka qilib qolsa, hojuntam cho'tkisi, peyzi qizlar ma yani mana bir ilqiy mol qilsanglarmi, men salsanglarmi mana degan mushu momosi, mana degan tuklar degan shunchalik yumshoq qizlar, unda burnolarni bir ich, masalan burnolarni bir xil qirib ketadigan ahvollar qattiq bo'lmaydi. Men cho'qim atsnab yiqilmaydi qizlar. Anadagi ma showroom ichidagi ma'ran ilib mushu o'zimizning qishining osti tarafdan past taraf qartib siz olamiz qizlar. Qaranglar mana. Men o'sha burni yo'g'on qizlar, men hozir mushu showroomga usulni qo'lib baqsanlar bo'ldi. Men cho'tka mush burnolarni ikki tarafga meshaydi, medal keldi. Deb burnimizning uchidan verib siz olamiz qizlar. Akima o'tirgan kichik siziqdan birini siz olamiz. Akima yan tarafda üst tarafga qartib bir siziq siz olamiz. Siziqni bo'ylab ham ustiga qartib sizsanglar bo'ldi. Ha. Bu siziqni bo'ylab o'ttirsiga yetib olamiz. Yetib bank ich tarafga yurak qilsanglar bo'ldi. Showroomni shunday qilib qilsanglar bo'ldi. Men aqrani ilib burnimizning uchiga tip-tuz holatda bir siziq siz olamiz. Anadagi qishimizning o'ttirsidan burnimizning usti tarafga tushgan holatda teran qilib olamiz. Agar o'xshashlar mushlarni ilib qopqonlarning oldiga azroq teran qilib olsak bo'ldi. Agar burnimizning dumbiz tarafini mo teran qilib olamiz, qaranglar bir xil pakiz holat chiqadi. Mana qaranglar shunda qalasizlar, showroom peysi deysizlar. Qopqonga mushu yengdan chiqamiz qizlar. Eng avval men susrani ilib yo'g'on cho'tkada men bir qilayotgandan keyin qopqonlarning hamma yeriga tekshi holatda yetib olamiz. Yetib qilgandan keyin anadagi qulanlardagi mau gavgonni qizib peytasi qilib ketdim. Mush gavgon bir apqulonlarcha ish qilib biroz bo'lib o'tib ketdilar. Anadagi cho'tkada mushu gavgonni ilib qizlar. Qarang ilib qopqonlarning ustiga berib olsizlar. Qopqonni olib tarafga berib olmoqchimi qizlar? Qopqonimizni oldiga shunda qalat berib olamiz. O'tirgacha berib olsanglar bo'ldi. Mana bir qig'ich burnimizning uchidan bir teylab qo'yaylik. Burnimizning usti degandek keladi. Eng baland ichidagi mavu bu yerdan qiyinroq rangni ilib quyruq tarafga berib olamiz. Tarafga berib bank ust tarafga yetib olsanglar qizimcha cho'layotgan holatda. Mush sus rangni ilib qopqonimizdan ostiga berib olamiz. Mavu kichik cho'tkada ma uni sal qiyinroq rangni ko'zlarning quyruq tarafiga o'tirganda galatga berib olsak bo'ldi. Bizdagi mana bu o'xshash cho'tkada maqina qirani ilib, hozir yenshen bilan sharjsiz olamiz. Sharjsiz vaqtda eng avval o'tirdan bir siz olgandan keyin oldi tarafga azroq yuran qilib olib, qaranglar, anadan keyin orqa tarafga tatib olamiz. Tatib vaqtlarda shalyan to'tsa bo'lsin qo'zachim, azozdan qilana oldirib ketmay. Mana shunday holatda sharjini chiqarib olsanglar bo'ldi. Bu sharjsiz vaqtlarda cho'tkani pek yaxshi tanlanglar qizlar. Sharjsiz vaqtlarda cho'tkani yaxshi bo'lsa, sharjini peyzi holatda chiqarmaysizlar. Anadagi biz hozir ustidagi mat cho'tkani mayiz tarafidan morani ilib, quyruq tarafidan o'ttirdan asta holatda orqa tarafga yuran qilib olgandan keyin anadagi ko'zlarni yumib, mush quyruq tarafdan sizib chiqarib olamiz yenshenni.
Mush yenşenni men yenşenbi sizamayman degan qizlar mushu yengpeni sizib kun baksanglar bo'lujmi qizlar. Akin aqaqidan ustiga chiqishga tim chashan qilib olamiz. Chashan qilib shunda qalatib chiqarib olsanglar bo'ldi. Qaranglar qizlar, mana pek ketdi men yenshen. Qachon elib mana ishlatgan mavrangni bayatimiz quyruq begerangni. Mush yensheni sizib olgan yengpen sizib olgan yenshenlarning ustidan azroq qiynalib olmizmi qizlar, chashan qilib olamiz. Qaranglar, bu paqirqimizda yana o'xshashlam ichidagi paqiraqni elib qopimizning o'ttirsiga berib olamiz. Agar mana elib peshonlarning miyeriga berib yuborgan bo'lsanglar, pek chiqdi qizlar. Qaranglar mayda yerlarga. Mau kichik rangda o'zimizning mau sharjasining ostidan azroq holatda, mushning ostidan shunday takshi holatda paqiraq berib olamiz. Paqiraq berib bo'lgandan keyin mana ichidagi marangni elib sharjimizni sizib olamiz. O'zimizning o'tganlarni mush ostidagi siziqni bo'ylab sizib olsak bo'ldi. Cho'tkani yana bir tarafda yurgan qilib olsizlar. Ma cho'tkimi qizlar shu bayatman sho'run vaqti degan xochuntaning cho'tkisi shu materialda mushu sharji anadagi o'tgan degan narsa sanalib bo'ldi. Mana tilan qilsanlar bo'ldi. Ana lekin mushning o'xshash govgon bergan vaqtimi govgondan besanlar bek chiroyli chiqib qizlar. Lekin paqiraqni elib qopimizning oldiga beritaylik yana bir ketim. Va shu qo'lanadagi kirib idigan narsa kirpinglarning yildizidan bir ketim egib bitib anadagi uchidan bir ketim egib besanlar bo'ldi. Lekin qo'lanadagi shu laxta bir ketim tariq qilib olamiz. Çapladan kirpimiz bo'lib qolsa qizlar, mavi tirayliqning mavi kelgan kirpini chaplaymiz. Ekpeziga qizlar ish qilib mavi yalgan kirpik. Mushunda holatda qaranglar, kirpiklarning ustiga 5 tal chaplasanlar bo'ldi qizlar, chaplab bo'lib, akin kirpiklarni ost tarafga ozroq holatda egib olsak bo'ldi. Mushunda holat chaplab bo'lgandan keyin qo'lanadigan yenshampini ilib shu oldidan tatqan peti o'zimizning oldi taraf chaplagan yolg'on kirpigimizga olib olamiz. Qaranglar, bunda holat qilsanglar intayin ziran olib keldi. Anadan bu yerdan sizgan yenshenni cho'tka sizgan yenshenni izini olib qilam. Inchga holat sizib chiqarib olamiz. Anadan o'zimizning yenjolarini chiqarib olamiz. Yenjalarimizni chiqarib sizib olgan yenshenga olib olsak bo'ldi. Qaranglar. Ko'zanlar jubbek yo'g'on ko'sib bergan qizlar, qaranglar. Kirpigimizga mavi menjov chiqqan shajemoni chaplaymiz qizlar. Mavi quyruq tarafdan boshlab chaplaymiz qizlar. Mani mushu 90 gradus cho'yib holat chaplasanglar bek chiqib. Akaga holatda ostiga yildiziga yiq. Uzanlarni kirpini chaplab bo'lgan qizlar, mana o'sha jemogoda o'zimizning osti kirpigi bilan, masalan, kirpiklarni ustiga chaplab qo'yib qolsanglar, uzanlarning osti kirpigi bilan mana ustiga chaplagan kirpikni bir ketim tang holatda cho'tkaga tanglar. Ikkisi chaplashib holat bo'lsa, anadagi uzanlarning kirpigi bir xil oppoq bo'lib qolgan ahvollar yuz bermaydi. Kim qo'limizdagi mavrangli sayxunda qizlar kelib turgan holatda to'salama chiqqanlar bor. Chiqqanlarning ustiga basanglar bo'ldi. Usti tarafga keltirgan holatda. Anadagi enkinglarga burnimizning ikki tarafi ham burnimizning uchiga berib olamiz. O'xshasam sho'run paytdagi mavi tilanada mana o'xshash sanjavsho qizlar. Mana o'xshash mavi sanjavshoni olib qo'ysanglar bek chiqib ketasizlar. Maqulamdagi sanjavshoni bizning shu xochuntaning sanjavshosi qizlar, lenjesini olgan qizlar olma desam, shu lenjesini tapiran deb qasam, lenjesini deb qasam bo'ldi. Mush ko'zanlarning ostiga mushunda ekilib ikki taraf yuran qilsanglar, ko'zanlarning ostining mush cho'risini degan shunda peyzalatda tilan qilib beradi. Ko'zimizning osti anadagi eg'izimizning cho'risi Qulanatga govgonda qizlarmish ikki a'limizga berib olamiz. Mavranda kolpigimizning cho'risiga sizib olamiz. Qiyinroqdan ishlasam ham bo'ldi. Mush yeng padlam kolpigimizning cho'risini sizib chiqarib olamiz. Mushu bir ma'lum mos keldigan ko'himni berib olamiz.